Bugun juda muhim masalani tushuntiraman. Ishlayotgan pensioner pensiyasini oshirish uchun qachon va qanday qilib ariza yozish kerak? Qayta hisoblash kimlarga foyda beradi? Kimlar esa shoshilmasligi kerak? Bu ma'lumot ishlayotgan har bir pensionerga, pensioni ota-onasi bor farzandlarga, kadrlar bo'limida ishlaydiganlarga va buxgalterlarga bevosita tegishli. Chunki ko'pchilik odamlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Lekin ish staji qo'shilgani, ish haqi oshgani yoki hujjatlar to'liq bo'lmagani sabab pensiyani qayta hisoblatish mumkinligini bilmay yuradi. Men sizga oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntirib beraman. Avval tartib qanday edi? Hozir nimalarga e'tibor berish kerak? Ariza qanday yoziladi? Qayerga boriladi? Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi? Va eng ko'p uchraydigan xatolar nimalardan iborat? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki aynan oxirida arizada nimalarni yozish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday huquqiy va amaliy mavzularni muntazam yoritib boraman. Eng avvalo bir narsani aniq tushunib olaylik. Pensiya bir marta tayinlandi degani, u butun umr o'zgarmaydi degani emas. Pensiya miqdori turli sabablarga ko'ra oshishi mumkin. Masalan, davlat tomonidan umumiy indeksatsiya bo'ladi. Ya'ni barcha pensiyalar ma'lum foizga oshiriladi. Bu alohida arizasiz amalga oshiriladi. Lekin boshqa holatlar ham bor. Odam pensiyaga chiqqandan keyin ishlashda davom etadi, qo'shimcha ish staji to'planadi. Ish haqi bo'yicha ma'lumotlar aniqlanadi. Avval hisobga olinmagan davrlar topiladi. Bolani parvarishlash davri, harbiy xizmat, oliy ta'lim, ayrim imtiyozli davrlar yoki zararli sharoitdagi ishlar hujjat bilan tasdiqlanadi. Mana shunday vaziyatlarda pensiyani qayta hisoblash masalasi paydo bo'ladi. Avvallari ko'pchilik pensionerlar shunday deb o'ylardi. Men pensiyaga chiqdim. Endi ishlasam ham baribir pensiyam o'zgarmaydi. Yoki pensiya jamg'armasi o'zi hammasini ko'rib oshirib beradi. Amalda esa ko'p hollarda pensionerning o'zi tashabbus ko'rsatishi, ariza yozishi, kerakli hujjatlarni taqdim etishi kerak bo'ladi. Chunki pensiya jamg'armasi barcha ish joylaridagi eski hujjatlarni, arxivdagi ma'lumotlarni yoki ilgari topshirilmagan stajni avtomatik ravishda har doim ham ko'ra olmaydi. Hozirgi sharoitda elektron ma'lumotlar bazalari ancha yaxshilangan. Ish beruvchilar hisobot topshiradi, soliqlar va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar tizimlarda aks etadi. Lekin bu hammasi avtomatik hal bo'ladi degani emas. Ayniqsa eski yillardagi ish staji korxona tugatilgan bo'lsa, mehnat daftarchasida xato bo'lsa, buyruq raqami noto'g'ri yozilgan bo'lsa yoki ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomada kamchilik bo'lsa, pensionerning o'zi harakat qilishi kerak. Shuning uchun ishlayotgan pensioner uchun eng muhim savol shuki, mening pensiyamni qayta hisoblashga asos bormi yoki yo'qmi? Birinchi navbatda. Pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ravishda ishlayotgan pensionerlar e'tibor berishi kerak. Rasmiy ishlash deganda mehnat shartnomasi asosida ishlash, ish haqi hisoblanishi, daromad solig'i va tegishli ajratmalar aks etishi tushuniladi. Agar siz pensiya olib turib, yana bir necha yil ishlagan bo'lsangiz, shu davr pensiya hisob kitobiga ta'sir qilishi mumkin. Bunda asosiy masala shuki, qo'shimcha staj pensiya miqdorini oshiradimi yoki faqat hujjatlarda qayd etilib qoladimi? Buni aniqlash uchun sizning umumiy stajingiz, pensiya turi, oldin hisoblangan ish haqi ko'rsatkichi va qonunchilikdagi cheklovlar birgalikda ko'riladi. Misol keltiraman. Faraz qilaylik. Akmal aka 6 yoshida yoshga doir pensiyaga chiqdi. Pensiya tayinlangan paytda uning umumiy ish staji 27 yil deb olingan. Pensiyaga chiqqandan keyin u yana 30 yil maktabda qorovul bo'lib ishladi. Agar bu 30 yil rasmiy bo'lsa, ish beruvchi tomonidan ma'lumotlar topshirilgan bo'lsa, Akmal aka pensiya jamg'armasiga ariza berib, qo'shimcha ishlagan davrlarni hisobga olishni so'rashi mumkin. Natijada staji 27 yildan 30 yilga chiqadi. Staj ko'payishi pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan bo'lsa, pensiya oshadi. Agar ilgari staj yetarli bo'lmagani uchun pensiya pastroq hisoblangan bo'lsa, bunday qayta hisoblash ayniqsa foydali bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol. Nargiza opa 55 yoshda pensiyaga chiqqan. Keyin tikuvchilik korxonasida yana 5 yil ishlagan. Uning pensiyasi avval kam ish haqi asosida hisoblangan. Chunki pensiyaga chiqish paytida eski ma'lumotnomalarni topa olmagan. Keyinchalik korxonaning arxiv hujjatlari topildi. Unda 1990 yillar yoki 2000 yillar boshida olgan yuqoriroq ish haqi ko'rsatilgan. Bu holatda faqat qo'shimcha staj emas, balki ish haqi bazasini ham qayta ko'rib chiqish mumkin. Agar qonunchilik bo'yicha bu ish haqi davrlari pensiya hisoblashda olinishi mumkin bo'lsa,
Nargiza opaning pensiyasi sezilarli o'sishi ehtimoli bor. Demak, ariza faqat men ishladim, staj qo'shing degani emas. Ba'zan mening ish haqim to'g'risidagi ma'lumotlarni hisobga olib, pensiyamni qayta hisoblang degan talab ham bo'ladi. Uchinchi misol. Rustam aka pensiya chiqqandan keyin xususiy firmada haydovchi bo'lib ishlagan. U xususiy firma bo'lsa stajga o'tmaydi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri tushuncha. Muhimi korxona davlatniki yoki xususiymi emas. Muhimi ish rasmiy bo'lganmi? Mehnat shartnomasi tuzilganmi? Ish haqi rasmiy hisoblanganmi? Hisobotlarda aks etganmi? Agar hammasi rasmiy bo'lsa, xususiy korxonadagi ish davri ham pensiya masalasida ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Aksincha odam yillar davomida norasmiy ishlagan, qo'lga naqd pul olgan. Hech qanday shartnoma bo'lmagan bo'lsa, keyin men 5 yil ishladim, pensiyamni oshiring deyishi qiyin bo'ladi. Chunki pensiya organlari og'zaki gapga emas, hujjatga qaraydi. 4-misol. Gulchehra opa pensiyaga chiqqandan keyin farzandlariga qarash uchun uyda bo'lgan. Lekin shu davrda hech qayerda rasmiy ishlamagan. U ham pensiyani qayta hisoblashga ariza bersam, oshadim deb so'raydi. Bu yerda shuni tushuntiraman. Agar qo'shimcha rasmiy staj, yangi ish haqi ma'lumoti yoki avval hisobga olinmagan davrlar bo'lmasa, faqat vaqt o'tgani uchun pensiya qayta hisoblanmaydi. Davlat umumiy pensiya oshirishlarini alohida amalga oshiradi. Lekin individual qayta hisoblash uchun asos bo'lishi kerak. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin umuman ishlamagan bo'lsangiz, barcha hujjatlaringiz oldin to'liq hisobga olingan bo'lsa, ish stajingiz maksimal darajada e'tiborga olingan bo'lsa, qo'shimcha ish haqi ma'lumotlari yo'q bo'lsa, qayta hisoblashdan katta o'zgarish kutmasligingiz mumkin. Lekin men baribir bitta maslahat beraman. Pensiya hujjatlaringizni bir marta tekshirtirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki amaliyotda odam o'zi bilmagan davr hisobga olinmay qolgan bo'lishi mumkin. Endi raqamli misolni ko'ramiz. Faraz qilaylik, bir pensionerning pensiyasi 1.200.000 so'm. U pensiyaga chiqqandan keyin 4 yil rasmiy ishladi. Qayta hisoblash natijasida staj va ish haqi ko'rsatkichlari inobatga olinib, pensiyasi 1.030.000 so'mga chiqishi mumkin. Bu o'yga 1.200.000 so'm farq degani. Bir qarashda juda katta ko'rinmasligi mumkin, lekin yiliga 1.200.000 so'm bo'ladi. Agar bu oshirish vaqtida so'ralmasa. Pensioner bir necha yil davomida o'ziga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan pulni olmasdan yurishi ehtimoli bor. Albatta, har bir holatda natija boshqa bo'ladi. Kimdadir 50.000 so'm, kimdadir 2.000 so'm. Kimdadir undan ham ko'proq yoki umuman o'zgarishsiz qolishi mumkin. Lekin tekshirtirmasdan turib aniq bilib bo'lmaydi. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi xato: men ishlayotgan pensionerman. Demak, pensiyam har yili avtomatik o'sishi kerak deb o'ylash. Har doim ham bunday emas. Umumiy oshirishlar alohida, shaxsiy qayta hisoblash alohida. Davlat hamma pensionerlarning pensiyasini indeksatsiya qilsa, sizning pensiyangiz ham oshadi. Lekin sizning qo'shimcha ishlagan davringizni hisobga olib qayta hisoblash uchun ko'p holatda ariza talab qilinadi. Shuning uchun kutib o'tirmang, o'zingiz murojaat qiling. Ikkinchi xato: faqat mehnat daftarchasiga ishonish. Mehnat daftarchasi muhim hujjat, lekin u doim yetarli emas. Ayrim davrlar bo'yicha buyruq nusxasi, ish haqi ma'lumotnomasi, arxiv ma'lumoti korxona tugatilgan bo'lsa, huquqiy voris yoki arxivdan tasdiq kerak bo'lishi mumkin. Masalan, daftarchada ishdan bo'shatildi degan yozuv bor, lekin ishga qabul qilingan sana aniq emas yoki muhr o'qilmaydi. Bunday holatda pensiya jamg'armasi qo'shimcha tasdiqlovchi hujjat so'rashi mumkin. Shu sababli hujjatlarni oldindan tartibga keltirish kerak. Uchinchi nozik masala norasmiy ish. Ko'p odamlar men 10 yil bozorda ishladim. Men 6 yil ustachilik qildim. Men tanishimning do'konida sotuvchi bo'ldim deydi. Lekin rasmiy hujjat bo'lmasa, buni pensiya stajiga kiritish juda qiyin. Agar yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, tegishli to'lovlar qilingan bo'lsa, ma'lumotlar bo'lsa, boshqa gap. Ammo umuman rasmiylashtirilmagan mehnat uchun keyin pensiya talab qilishda muammo chiqadi. Shuning uchun men ishlayotgan pensionerlarga doim aytaman. Hatto kichik ish bo'lsa ham rasmiy shartnoma qiling. Bugun ish haqi biroz kam ko'rinishi mumkin, lekin ertaga pensiya masalasida hujjat sizni himoya qiladi. 4-nozik masala: ariza berilgan sana. Ko'pincha qayta hisoblash ariza berilgandan keyingi davr uchun amalga oshiriladi yoki qonunda belgilangan tartibda muayyan sanadan hisoblanadi. Shuning uchun men 3 yil oldin ham buni bilmasdim.
Endi borib hammasini orqaga olib berishsin deb o'ylash xavfli. Qaysi sanadan qayta hisoblanishi aniq holat va qonunchilikka bog'liq. Lekin amaliy maslahat bitta: asos paydo bo'lsa cho'zmasdan murojaat qiling. Bir oy kechiksangiz, ehtimol bir oylik farqdan mahrum bo'lasiz. 6 oy kechiksangiz, farq undan ham katta bo'lishi mumkin. 5-masala pensiya turi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki imtiyozli pensiya hisob kitoblari bir xil emas. Ishlayotgan pensioner deganda hamma holat bitta tartibga tushmaydi. Masalan, yoshga doir pensiya oluvchi kishi bilan nogironlik pensiyasi oluvchi kishining qayta hisoblash asoslari farq qilishi mumkin. Shuning uchun arizada mening pensiyamni qonunchilikka muvofiq qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb umumiy yozish mumkin, lekin mutaxassis bilan suhbatda albatta pensiya turini ayting. 6 nozik masala. Ish haqi yuqori bo'lgani bilan pensiya cheksi oshib ketmaydi. Pensiya hisoblashda qonunchilikdagi chegaralar, koeffitsiyentlar, bazaviy miqdorlar, maksimal hisobga olinadigan daromad kabi tushunchalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun men oxirgi 2 yilda 8 million so'm oylik oldim. Endi pensiyam ham 2 barobar bo'lishi kerak deb xulosa qilish to'g'ri emas. Albatta, yuqori rasmiy ish haqi foydali bo'lishi mumkin, lekin natija aniq formula asosida chiqadi. Men buni shuning uchun aytyapman. Odamlar ortiqcha umid qilib keyin xafa bo'lib qolmasin. 7-masala: ish beruvchi hisobotni to'g'ri topshirganmi? Siz rasmiy ishlagan bo'lishingiz mumkin, lekin ish beruvchi ma'lumotlarni noto'g'ri kiritgan, staj davri uzilib qolgan, lavozim noto'g'ri yozilgan, ish haqi ham ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda pensiya jamg'armasi sizdan ish joyingizda aniqlashtiruvchi ma'lumotnoma olib kelishni so'rashi mumkin. Ayniqsa kichik korxonalarda buxgalter almashgan, eski hujjatlar tartibsiz saqlangan bo'lsa, muammo chiqadi. Shuning uchun ariza berishdan oldin hozirgi yoki sobiq ish joyingizdan men falon sanadan falon sanagacha ishlaganman, lavozimim falon, ish haqi hisoblangan degan ma'lumotnomani olish foydali. 8-masala: pensioner ishlashni davom ettiryaptimi yoki ishdan chiqqanmi? Ayrim pensionerlar men hali ishlayapman, qayta hisoblashga ariza beraymi yoki ishdan chiqqandan keyinmi deb so'raydi. Bu savolga bitta universal javob berish qiyin. Chunki qayta hisoblash davriyligi va tartibi qonunchilikda qanday belgilanganiga bog'liq. Lekin amaliy jihatdan shuni aytaman: agar siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin sezilarli davr ishlagan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasidan aynan o'zingizning holatingiz bo'yicha maslahat oling. Ba'zan ma'lum muddat o'tgach murojaat qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ba'zan esa ishdan bo'shashni kutish shart bo'lmasligi mumkin. Eng yomoni umuman so'ramay yurish. 9-masala: eski stajni isbotlash. 1990 yillar, 1990 yillar, 2000 yillarning boshidagi korxonalar tugatilgan bo'lishi, nomi o'zgargan bo'lishi, hujjatlari tuman arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Pensioner esa korxona yo'q demak bo'ldi deb o'ylaydi. Yo'q, shoshilmang. Korxona tugatilgan bo'lsa ham uning hujjatlari arxivda saqlanishi mumkin. Tuman yoki shahar arxiviga yuqori tashkilotga, huquqiy voris korxonaga so'rov yuborish mumkin. Ba'zan bitta arxiv ma'lumotnomasi pensiyani sezilarli oshiradi. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Odam 2 yil yoki 5 yil stajini isbotlay olmay yurgan, keyin arxivdan ma'lumot topilgan va pensiya qayta hisoblangan. 10-masala: ariza og'zaki gap bilan almashtirilmaydi. Ko'pchilik pensiya jamg'armasiga boradi, deraza oldida so'raydi. Xodim sizga oshmaydi shekilli deydi. Odam qaytib ketadi. Men bunday qilmaslikni tavsiya qilaman. Agar sizda hujjat va asos bo'lsa, yozma ariza bering. Yozma ariza ro'yxatga olinadi. Unga javob berilishi kerak. Og'zaki maslahat foydali bo'lishi mumkin, lekin huquqiy jarayonni yozma murojaat boshlaydi. Agar rad javobi bo'lsa, sababini yozma ko'rasiz va keyin kamchilikni to'g'rilaysiz yoki yuqori organga murojaat qilasiz. Endi eng amaliy qismga o'tamiz. Agar siz ishlayotgan pensioner bo'lsangiz yoki yaqinlaringizdan biri pensiya olib ishlayotgan bo'lsa, quyidagi tartibda harakat qiling. Birinchi qadam: o'zingizning pensiya holatingizni tahlil qiling. Pensiyaga qachon chiqqansiz? O'sha vaqtda necha yil staj hisobga olingan? Pensiya tayinlangandan keyin qayerlarda? Qancha muddat rasmiy ishlagansiz? Ish haqi rasmiy bo'lganmi? Mehnat shartnomasi bo'lganmi? Elektron mehnat daftarchasi yoki qog'oz mehnat daftarchasida yozuvlar bormi? Shu savollarga javob yozib chiqing. Oddiy daftar ochib, barcha ish davrlarini sanalar bilan yozing. Masalan, 2020 yil 1 fevraldan 2023 yil 30 iyungacha
falon korxonada qorovul. 2023-20 avgustdan hozirgacha falon maktabda texnik qo'dim. Ikkinchi qadam hujjatlarni yig'ing. Odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya oluvchi ekaningizni tasdiqlovchi ma'lumot, mehnat daftarchasi, ish joyidan ma'lumotnoma, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, buyruq nusxalari, arxiv ma'lumotnomalari kerak bo'lishi mumkin. Hamma holatda bir xil hujjat so'ralmaydi. Lekin qancha ko'p aniq hujjat bo'lsa, shuncha yaxshi. Agar hozir ishlayotgan bo'lsangiz, kadrlar bo'limidan ishga qabul qilingan sana lavozim. Hozirgacha ishlayotganingiz haqida ma'lumotnoma oling. Buxgalteriyadan ish haqi hisoblangan davrlar haqida ma'lumot so'rang. Agar avval ishlagan korxona tugatilgan bo'lsa, arxivdan ma'lumot olishga harakat qiling. 3-qadam yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Hozir ayrim xizmatlar davlat xizmatlari markazlari yoki elektron tizimlar orqali ham bo'lishi mumkin, lekin eng to'g'ri yo'l. O'zingizning hududingizdagi vakolatli organ bilan aniqlashtiring. Murojaat qilganda hujjatlarni asl nusxasi va nusxasi bilan olib boring. Xodimga aniq ayting: "Men pensiya olaman. Pensiyaga chiqqanimdan keyin rasmiy ishlaganman. Ushbu davrlarni hisobga olib, pensiyamni qayta hisoblashni so'rayman." Agar eski ish haqi yoki staj bo'yicha yangi hujjat topgan bo'lsangiz, ilgari hisobga olinmagan hujjatlarimni qo'shib, pensiyani qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb ayting. 4-qadam ariza yozing. Ariza juda murakkab bo'lishi shart emas, lekin aniq bo'lishi kerak. Mazmunan shunday yoziladi: "Men falonchi falon sanadan buyon yoshga doir pensiya olaman. Pensiya tayinlangandan keyin falon sanadan falon sanagacha falon tashkilotda rasmiy ishladim. Ushbu ish davrlarimni va taqdim etilgan hujjatlarni inobatga olib, pensiyamni amaldagi qonunchilikka muvofiq qayta hisoblab berishingizni so'rayman." Agar ish haqi ma'lumotnomasi bo'lsa, qo'shimcha qilib, taqdim etilayotgan ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomani pensiya hisob kitobida ko'rib chiqishingizni so'rayman deb. Arizaning oxirida sana, imzo, telefon raqam bo'lsin. Ilovada qaysi hujjatlarni topshirayotganingizni sanab yozing. Pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, ish joyidan ma'lumotnoma, arxiv ma'lumotnomasi va hokazo. 5-qadam. Arizani ro'yxatdan o'tkazing. Bu juda muhim. Arizani topshirganingizdan keyin sizda qabul qilingani tasdiqlovchi belgi, raqam yoki tilxat bo'lishi kerak. Agar elektron topshirsangiz, elektron tasdiqni saqlab qo'ying. Keyin men ariza bergandim deganda qo'lingizda dalil bo'ladi. Agar hujjat yetishmasa, xodimdan aynan nima yetishmayotganini yozib yoki aniq ro'yxat qilib berishni so'rang. Biror narsa olib keling degan umumiy gap sizga yordam bermaydi. Sizga aniq kerak: qaysi korxonadan, qaysi davr uchun, qanday ma'lumotnoma kerak. 6-qadam javobni kuting va natijani tekshiring. Qayta hisoblash amalga oshirilsa, pensiya miqdori qancha bo'lgani, qaysi sanadan oshgani, farq to'lov bor yo'qligini aniqlang. Agar pensiya oshmasa, sababini so'rang. Balki qo'shimcha staj pensiya miqdoriga ta'sir qilmagandir, balki hujjat yetarli bo'lmagandir. Balki noto'g'ri davrni ko'rsatgandirsiz. Balki hisob kitobda xatolik bordir. Yozma rad javobi bo'lsa, uni diqqat bilan o'qing. Rad etish sababi aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. 7-qadam. Agar rozi bo'lmasangiz, shikoyat qiling. Buni qo'pol janjal deb tushunmang. Bu sizning huquqingiz. Avval hududiy pensiya jamg'armasidan tushuntirish so'rang. Keyin yuqori turuvchi organga murojaat qilishingiz mumkin. Zarur bo'lsa, yurist bilan maslahatlashib, sud tartibida ham masalani ko'rib chiqish mumkin. Ayniqsa, katta staj yoki katta ish haqi davri hisobga olinmayotgan bo'lsa, bunga befarq bo'lmang. Endi ariza matnini og'zaki namuna sifatida aytaman. Siz uni o'z holatingizga moslab yozasiz. Tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga. Ariza: Men Ismoilov Anvar Karimovich 2020 yil 15 martdan yoshga doir pensiya olaman. Pensiya tayinlangandan keyin 2020 yil 1 apreldan 2024 yil 1 iyulgacha Baraka Servis MCJ'da haydovchi lavozimida rasmiy ishladim. Ushbu davr bo'yicha mehnat faoliyatim va ish haqim to'g'risidagi hujjatlarni taqdim etmoqdaman. Mazkur hujjatlarni inobatga olib, pensiyamni amaldagi qonunchilikka muvofiq qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Ilova: pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, ish joyidan ma'lumotnoma, ish haqi ma'lumotnomasi, sana, imzo, telefon raqam. Mana shu tarzda yozilsa ariza tushunarli bo'ladi. Yana bir amaliy maslahat: hujjatlarining nusxasini o'zingizda saqlang. Arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi. Mehnat daftarchasi sahifalari topshirilgan ariza nusxasi
Bularning hammasi keyinchalik kerak bo'lishi mumkin. Hujjatlarni telefoningizda rasmga olib, alohida papkada saqlang. Farzandlaringizga ham yuborib qo'ying. Chunki pensionerlar ko'pincha hujjatni topshiradi, keyin nusxasi qolmaydi. Biror muammo chiqsa, qaytadan izlashga majbur bo'ladi. Ishlayotgan pensionerlar uchun yana bir muhim tavsiya. Ish joyingizdan har yili ma'lumotlaringiz to'g'ri yuritilayotganini tekshirib turing. Mehnat shartnomangiz bor yo'qligini, lavozimingiz to'g'ri ko'rsatilganini, ishga kirgan sana va bo'shagan sana to'g'ri yozilganini ko'ring. Agar elektron mehnat tizimida xato bo'lsa, ish beruvchidan darhol tuzatishni talab qiling. Bugungi kichik xato ertaga pensiya hisobida katta muammoga aylanishi mumkin. Xulosa shuki, ishlayotgan pensioner pensiyasini oshirish masalasida passiv bo'lib o'tirmasligi kerak. Pensiya avtomatik umumiy oshishi boshqa masala. Sizning qo'shimcha stajingiz, ish haqingiz yoki yangi topilgan hujjatlaringiz asosida qayta hisoblash esa alohida masala. Agar pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlagan bo'lsangiz, eski stajingiz hisobga olmay qolgan bo'lsa, arxivdan yangi ma'lumot topgan bo'lsangiz yoki ish haqi bo'yicha hujjatlaringiz paydo bo'lgan bo'lsa, albatta pensiya jamg'armasiga ariza bilan murojaat qiling. Men sizga tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l, hujjatlarni tartibga soling. Yozma ariza bering, arizani ro'yxatdan o'tkazing, natijani tekshiring va agar rozi bo'lmasangiz, yozma tushuntirish talab qiling. Bu sizning mehnatingiz, bu sizning yillab to'plagan stajingiz, bu sizning qonuniy huquqingiz. Agar siz yoki yaqinlaringiz ishlayotgan pensioner bo'lsa, izohlarda yozing. Pensiyaga chiqqandan keyin ishlaganmisiz? Qayta hisoblash uchun ariza berganmisiz? Natija qanday bo'lgan? Boshqa odamlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va ushbu videoni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Keyingi videolarda pensiya, nafaqa, mehnat huquqi va amaliy hujjatlar bo'yicha yana muhim mavzularni tushuntirib beraman.